Bir vaqtlar juda uzoq yillar oldin bizning hududlarimizda massagetlar deb nomlangan kuchli bir qabila yashagan. Qabila rahbari bo'lgan Tomariz ismli ayol juda mard va dono edi. Tomariz o'z xalqini juda yaxshi ko'rardi va ularni har doim himoya qilishni istardi. Bir kuni Fors podshosi Kir II massagetlar xalqiga hujum qilishni rejalashtirdi. Kir II juda katta armiyasiga ega edi, lekin Tomariz o'z xalqi va yerlarini himoya qilish uchun darhol jangga tayyorlanishni buyurdi. Katta jang boshlanib ketdi. Tomarizning qo'shinlari jasorat bilan jang qilishdi. Tomarizning rahbarligi va mardligi tufayli massagetlar Kir IIni yengdi va o'z xalqini qutqardi. Jangdan so'ng Tomariz qonxo'r podshoning boshini olib, qon to'ldirilgan xumga tashladi. Tomariz ayol bo'lsa-da, dushmanni o'z kuchi va aqli bilan yengdi. Tomarizning hikoyasi bizga shuni o'rgatadiki, jasorat va mardlik faqat erkaklarga emas, balki ayollarga ham xosdir. Biz undan o'rnak olishimiz, vatanimizni sevish va himoya qilishimiz kerak.